Luqmon Hakim kim? Qora, qul, cho'pon kishi bo'ldi. Lekin Alloh taolo u kishiga hikmatni berdi. Taqvo bilan ulug'ladi, iymon bilan musharraf qildi, sharafli qildi. O'tgan darsimizda aytdik, inson bolasi faxrlanadigan aytib, maqtanadigan deb, sharaf tutadigan narsalarning eng ulug'i Allohga qul bo'lishlik deb aytdik. Kafa bil mar'i sharafan. Bir kishiga Allohning quli bo'lishlik sharafini o'zi yetadigan sharaf hisoblanadi. Alloh taolo muborak qilsin mana shu sharafni siz bilan bizga berib. Allohni tanib turib, shu narsani o'zi bilan hamma narsadan balandligini, hamma ne'matdan ulug' ne'matni olganligini bilib, xotirjam farovon yashamasa ekanmi?